O günlərdə Hazreti İsa toğrisidagi xabarni anglagan Hirotxon qo'l ostidagilarga bu odam cho'mildirguchi Yahyo bo'lsa kerak. U cho'qim o'limdan tirilibdi. Uning favqulodda qudratlarga ega bo'lganligining sababi ana shu, dedi. Hirotning bundaq deyishining sababi u o'gay oksi Filipning ayoli Herodiyani tortib olganda, u ayolning talbi bilan Yahyoni tutqun qilib zindonga tashlagan edi. Chunki Yahyo Hirotga akangning ayolini tortib olishing Tavrat qonuniga xilofdir deb kelgan edi. Hirot shu sababdan Yahyoni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, biroq xalqdan qo'rqqan edi. Chunki xalq Yahyoni payg'ambar deb qaraydi. Hirotning tug'ilgan kuni ayoli Herodiyaning burunqi eridan bo'lgan qizi o'tirg'i chiqib, usul o'ynab berdi. Bu Hirotga shundoq yoqdiki, qizga nima tilasa, shuni berishga qasam qildi. Qiz onasining kushkurtishi bilan darhol cho'mildirguchi Yahyoning kallasini elib, bir taxsiga qo'yib akining, dedi. Hirotxon buningga o'ng'aysizlangan bo'lsa-mu, mehmonlarning oldida qilgan qasimi tufaylidan bu talabni o'rindashni buyurdi. Odam avatib zindonda Yahyo payg'ambarning kallasini oldi. Bir taxsiga qo'yilgan kalla qizning oldiga elib kelindi. Qiz buni onasining oldiga apadi. Yahyoning shogirdlari berib, jasadni dafn qildi. Ondan Hazreti Aysoga ahvolni xabar qildi. Hazreti Ayso bu xabarni anglab, xilvat bir joyga o'zi yolg'iz ketish uchun kemaga o'tirib, u yerdan ayrildi. Buningdan xabar topgan xalq atrofdagi yezlardan kelishib, uning kaynidan piyoda mangdi. Hazreti Ayso kemidan tushganida nurg'un odamlarni ko'rdi va ularga ichi og'ritib, ularning kasallarini saqaytdi. Kashqurun shogirdlari Hazreti Aysoning yeniga kelib, bu xilvat bir joy ekan, vaqtmi bir yerga berib qoldi. Xaloyiqni taqib etgan bo'lsangiz, ular kentlarga berib, o'zlariga tamoq setib olsin, dedi. Ularning taqab ketishning hojati yo'q. Ularga o'zinglar tamoq beringlar, dedi Hazreti Ayso. Shogirdlar, bizda 5 non bilan 2 dona beldan boshqa hech narsa yo'q, deyishdi. Ularni menga elib kelinglar, dedi Hazreti Ayso. U xaloyiqni chimliqning ustida o'ltirishga buyurgandan keyin 5 non bilan 2 belni qo'liga elib, osmonga qarab Xudoga shukr etdi. Ondan nonlarni o'shtib, shogirdlarga berdi. Ular ko'pchilikka taqatdi. Hammaylar yeb to'ydi. Shogirdlar eshib qolgan qochlarni liq 12 sevatga yig'ib oldi. Tamoq yeganlarning soni ayollar va bolalarni hisobga olmaganda 5000 kishi edi. Bunun kaynidilla Hazreti Ayso shogirdlarining kemiga o'tirib, ko'lning qarshi qirg'iga o'zidan avval o'tishni buyurdi. Bu orada o'zi xaloyiqni taqib etdi. Ularni taqib etgandan keyin Hazreti Ayso duo tilovat qilish uchun o'zi tanho taqqa chiqdi. Kashtimi u yerda yolg'iz qoldi. Bu chaqda kemi qirg'oqdan xeli uzoqda to'lqinlar ichida choy qilib, tasta irgilayotdi. Chunki qarshi tarafdan shamol chiqyotdi. Tong etishga oz qolganda Hazreti Ayso ko'lning ustida mengib, shogirdlari tarafga keldi. Shogirdlar uning ko'lning ustida mengib kelayotganini ko'rib, vahimaga tushdi. U bir alvasti, deyishib, qo'rqib, chiqon sesib ketdi. Lekin Hazreti Ayso darhol ularga xotirjam bo'linglar, bu men, qo'rqmanglar, dedi. Petrus buningga javoban,
ey Rabbim, agar bu siz bo'lsangiz, suv ustida mengib, yeningizga berishimga amr qiling, dedi. Kel, dedi Hazreti İsa. Petrus kemadan tushib, suv ustida Hazreti İsa qarab mangdi. Lekin qattiq chiqayotgan bo'ronni ko'rib qo'rqdi va suvga cho'kishga boshlaganda, Rabbim, meni qutqizib olg'aysiz, deb baqirdi. Hazreti İsa darhol qo'lini uzatib, uni tutib oldi va uningga, "Ey ishonchi ojiz, nemishqa gumon qilding?" dedi. Ular kemaga chiqqanda shamol to'xtadi. Shogirdlari Hazreti İsa'ga sajda qilib, "Siz haqiqatan Xudoning o'g'li ekansiz", deyishdi. Ular ko'lning qarshi tarafiga o'tib, Ginasar degan yerda quruqlikqa chiqdi. U yerning xalqi Hazreti İsa'ni tanib, atrofdagi joylarga xabar avatdi. Kishilar bemorlarning hammasini uning oldiga elib kelib, Hazreti İsa'dan bemorlarning hech bo'lmaganda uning tonining peshiga bo'lsa-mu, qo'lini tepsib olishiga ruxsat qilishini so'rab, yolvuratdi. Uningga qo'lini tekizganlarning hammasi saqaydi.